Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər, mənglanmış vaxtınlar xeyirlik bolsun. Bugün Uyğur Qalemkeşlər Birliğinin birlik bilen birlikte uğurlaştırılan programımız Uyğur Qalemkeşlərinin Avazı Uyğur Pen namlı programımız başlanış aldı turdu. Bugünkü mihmallarımız Uyğur Pen'nin başlığı Ezdeyse Elgün efendim ve Uyğur Pen'nin baş katibi Elşir Halil efendim ve Türk Türkoloji efendileri doktoru Rabigül Erkmen. Hemen hoş geldinler. Bugün Uyghur Pen hakkında tepsili malumatga ega buluş için yukarı ziyarlarımız bilen birlikte söhbet programımızı orlaştırıp turibdimiz. Birinci sualını Ezka sizden başlap sorab ketay. Mümkün bolsa şu Uyghur Penni bizga azroq bir tonuşturup bergan bolsangiz, xalqaro pen nima, Uyghur Pen nima, qachon Uyghur Penmiş xalqaro penning bir parchasi bo'lish sifati bilan qurildi degandek mazmunlar to'g'risida. Rahmat, bugungi bu suhbatni o'rinlashtirganligingizdan ko'p xursand bo'ldim. Garchi ko'p kechikib ketgan bo'lsin, asli burunla bir shunday bir niyatimiz bor, xalqimiz bilan shu ekran yuzida bir uchrashish va xalqaro qalamkashlar Uyg'ur markazininki ilib berayotgan xizmatlarni tanishtirish shunday bir niyatimiz bor edi. Bugun bu suhbatni o'rinlashtirganingiz uchun rahmat. Endi qisqagina aytganda bu Uyg'ur qalamkashlar markazi, ya'ni inglizcha Uyg'ur Pen, buni tanishtirishdan avval albatta men qisqagina xalqaro qalamkashlar jamiyati qandoq tashkilot, bu qisqacha bir ma'lumot berib o'tay. Xalqaro qalamkashlar jamiyati 1921-yili Londonda qurilgan. Tunji qatim shu insoniyatniki shu tinchlik ichida erkin fikr qilish, erkin yozish va yozuvchilarning huquqini qo'g'dash, adabiyotniki bu yozishniki adabiyotniki kuchini namoyon qilish, zo'ravonlik bilan emas, fikr bilan, qalam bilan dunyoni o'zgartirish va demokratiyani ilgari surish shuni maqsad qilgan asosida qurilgan xalqaro tashkilot. Xalqaro qalamkashlar tashkiloti shu 1921-yil Londonda qurilgandan keyin har yili shu Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy yig'iniga o'xshash bu tashkilot har yili o'ziniki qurultayini o'tkazadi. Shundan buyon har yili o'z qurultayini o'tkazib kelgan va faqatlam ikkinchi dunyo urushida bir yil qurultayini o'tkazolmagan. Bu tashkilot mundaq aytganda xalqaro tashkilot ve taki Birleşken Devletler Teşkilatı kurulgan kadar ve onundan keyin hozirga qadar 140'dan ortiq dunyodagi davlat va xalqlarninki vakillari yoki qalamkashlar markazi mush tashkilotning tarkibida, mush tashkilotga a'zo va mush tashkilot bilan birlikda xizmat olib boradi. Bu tashkilotninki eng muhim shu insoniyatninki shu yangi dunyo tartib qurilgandan keyin insoniyatning tinchligi va qonun bilan davlat boshqarish, jamiyat boshqarish bo'libmi madaniy jamiyat shakllantirishda bu xalqaro qalamkashlar jamiyatininki tutgan o'rni alohida yuqori. Ya'ni shu 1945-yili Birleşken Devletler Teşkilatı qurilganda e'lon qilgan inson haqlari xitobnomasininki yozilishiga va shu xitobnomaninki rasmiy e'tirof qilinishiga asos solgan tashkilot. Eng dastlabda fikr erkinligi, yozish erkinligi, ya'ni irq ayirmasdan hem irqlarniki o'ziniki yozish huquqini himoya qilish, fikr erkinligini himoya qilish, musada shu yozgan xalqaro qalamkashlar jamiyatininki nizomnomasini shu 1945-yili Birleşken Devletler Teşkilatı qurilgandan keyin mush tashkilotning nizomnomasini ishlatib turib bugungi inson haqlari xitobnomasini e'lon qilgan.
Gerçi bu Xalqaro qalamkashlar tashkilotininki asosliq a'zolari g'arb dunyosida ko'p nisbatni egallagan bo'lsinmi, ammo 1980 yillardan keyin g'arb dunyosiniki sirtidagi Afrika, Osiyo va boshqa davlatlardami bu tashkilotlarniki roli nihoyatda kuchli bo'lib kelgan. Hamda o'zimiznikiga kelsak, bu Xalqaro qalamkashlar tashkiloti rost yana bir ishni unutdim. Bu Xalqaro qalamkashlar tashkilotining tarkibida 5 idora, ya'ni 5 komitet bor. Buning ichida yaqinda yosh yozuvchilar komiteti ham qurildi. Buningda asosliq mushu ya'ni muhojiratdagi yozuvchilar komiteti, ayol yozuvchilar komiteti, andan keyin tinchlikdagi yozuvchilar komiteti va til va tarjima huquqini himoya qilish komiteti va turmadagi yozuvchilarning huquqini himoya qilish komiteti. Mush komitetlar burundan tortib xizmat qilib kelgan nihoyat kuchli bu komitet va yaqinda yosh yozuvchilar komiteti ham qurildi. Bu komitet ya'ni o'z oldiga o'zining faoliyatlarini ilib bora oladi va dunyo bo'yicha har komitetniki har yili o'zining mustaqil konferens yig'inlari bo'ladi va har bir masalan xalqaro qalamkashlar tashkilotining ichida har bir rayonniki o'zining boshqarish doirasi bor. Masalan, jumladan Uyg'urlar jo'grafiyalik rayon bo'yicha Osiyo va Tinch okean rayoniga tava maxsus shu idoraniki mas'uli bilan birlikda ish ilib borgandan ko'ra yana shu turmadagi yozuvchilar hamma komitetlarniki shu mas'ul xodimlari bilan bevosita yana ish birlikda olib boramiz. Hamda o'zimizniki bu xalqaro qalamkashlar jamiyatining tarkibidagi Uyg'ur qalamkashlar markazi qachon qurildi, qanday bo'lib buningga bu tashkilot a'zo bo'ldi deganda albatta biz peshqadam xalqimizga to'nilgan muzikant, shoir va san'atkor Kurash Ko'san afandini hurmat bilan yod etamiz. Kurash Ko'san afandi 2006 yili Shvetsiyada harakat qilish, faoliyat qilish jarayonida shu xalqaro qalamkashlar Uyg'ur markazini qurib chiqqan va 2009 yili rasmiy shaklda shu xalqaro qalamkashlar jamiyatiga a'zo bo'lib kirgan. Shundan buyon xalqaro qalamkashlar Uyg'ur markazi o'zining faoliyatlarini jonliq ilib beryotidi. Bu tashkilotninki shu hozirgacha bir 40 ga yaqin a'zolari bor va bu a'zolarning ko'pinchisi O'rta Osiyoda bo'lib Qozog'istonda ko'proq xalqaro qalamkashlar jamiyati Uyg'ur markazi shu qurilgandan buyon hozirgacha o'ziniki mavjudligi, faoliyatlari va xalqaro qalamkashlar jamiyati bilan hamkorlashib ishlash bu sohada nurg'un xizmatlarni badi. Masalan, jumladan men 2018 yil 9-oyda burunqi bizniki raisimiz Uyg'ur fanniki Hamid Hamrayev afandi bilan Hindistonniki Pune shahrida ochilgan 89 qatimli qurultoyga qatnashdik. Shu qurultoyda men doklad berdim va shu qurultoyda Uyg'ur turmadagi Xitoy turmasidagi huquqiy dafsanlik qilingan yoki nohaq jazolangan Uyg'ur yozuvchi va shoirlar haqida maxsus qaror elingan. Demak, endi bu xalqaro qalamkashlar jamiyatininki yillik qurultoy nihoyatda cho'ng bo'ldi. Buning etilish usullari, ish tartiblari, ovoz berish, saylam o'tkazish hamma tartiblari Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki tartiblari bo'yicha bo'ladi. Mundaq aytganda, ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki bir ko'rinishi, ikkinchi bir ko'rinish desakmi bo'ldi xalqaro qalamkashlar jamiyati. Jumladan bu yil xalqaro qalamkashlar jamiyatininki Rabiul qanchınchi qurultoy bu yilqisi? 91 mi 91.
91 qatimli qurultayı bu yıl Polşanın Krakow şəhərində açıldı və şərəf bilan bu söhbətimizə qatnaşqan bizniki mehmanimiz, singlimimiz doktor Rabigul Uyg'urlar vakolatan shu qurultayga qatnashib doklad berdi qurultayda. Keyin Rabigul bu vaqtda bizga so'zlab berdi. Demoqchi bo'lganimiz yakun shaklda aytganda bu bir Uyg'urlarninki Şərqi Türkistan, Uyğuristan degan shu tuproqda yashagan 20 million, 25 milliondan ortiq Uyg'ur xalqininki, Uyg'ur yozuvchilarininki, Uyg'ur xalqininki xalqaro jamiyatdagi ovozi va o'rni. Chunki bu jamiyatga masalan Amerika, Fransiya, Angliya shunday ko'p cho'ng tashkilotlar mutlaq ko'p sondagi 90% bu xalqaro qalamkashlar jamiyatining tarkibidagi yerlik tashkilotlar shu davlatlarga vakolatan a'zo bo'lib qatnashadi. Balkim 10% atrofida mustaqillikqa erisholmagan Uyg'urlarga o'xshash o'zining huquqini himoya qilolmagan yoki masalan fikr huquqi, yozish huquqi cheklimga uchirgan nurg'un xalqlar, davlatlar bu tashkilotga a'zo. Hozircha men shu yerda to'xtab turay, keyin suhbat davomida bu vaqt yana so'zlashsak. Rahmat. Mikrofon etik. Ovozingiz kelmadi. Köpten köp rahmet Aziz Kama. Nime itip koyup tümen mikrofonu. İkinci sualımla Rabigül sizden başlayıp gideyim. Siz bu kıtım 91. kurultaya katlaşıpsınız. Pen internasyonalına. Siz nimelerni his qildingiz ve pen haqidagi tushunchalaringizni va u yerda bo'lgan va Uyg'urlar to'g'riliq bo'lgan siz yerda Uyg'urlar to'g'riliq bir konferans berdingiz, gap qildingiz. Shular to'g'riliq o'zingizning bir hissiyotingiz bilan nimelarni his qildingiz va nimelar qanday tushunchaga erishdingiz shu yig'in qatnasharli. Shuni biz bilan o'rtoqlashamiz, xafa bo'lmang. Rahmat. Men bu qatim 91 qatimliq xalqaro qalamkashlar konferansa qatnaşdım. Bu konferans bu qatim Polşanınki Krakow şehrinde ep berildi. Ben bu qatimliq bu qurultayga aslida shu o'zim iltimos qilib Polshaga kelgan Aykorn degan programmniki bir a'zosi bo'lish sifati bilan shularning taklifi bilan qatnashgan. Endi rost gap qilsam, shu qurultayga borganga qadar buning bu qadar xalqaroliq bir ta'sir kuchiga ega bir yig'in ekanligini faqat o'ylamagandim. Endi yaxshi tayyorlik qilib bordim, biroq rasmiy boshlangan vaqtida chunki o kunniki kun tartibini zich o'rlashtirilgan. Masalan, mening doklad sungan guruhim deganda butun shu xalqaro qalamkashlar jamiyatiniki asosli boshliqlariga doklad sundigan guruhi dedim. Endi u yerda yaxshi bo'ldi. Men bilan birga yana Avstriyadan kelgan men bilan o'xshash programmadagi bir qiz ikkimiz tang doklad sundik. Ondan Aykorning boshlig'i va boshqa munosabatli shaxslar. Ondan bizning guruh yig'inimiz tugagandan keyin bizning naq maydonga kelgan mehmonlarning ko'pinchisi Uyg'urlar haqida oz ko'p tushunchaga ega, lekin yana nurg'unlari bu vaqtda tunji qatim uchrashgan, hatto Uyg'ur bo'lgan biz bilan tunji qatim uchrashgan bo'lgandan keyin yig'in oxirida bizga kelgan inkoslar bak yaxshi. Ko'pinchisi masalan turmadagi yozuvchilardan Ferhat Tursunni, Yalqin Ro'zni, undan boshqa bizning akademiklardan Rayla Molim bilan İlham Molimni bildi. Ondan keyin u yerda yaxshi bir fikr aloqa bo'ldi. Endi hammalar shunday yaxshi paranlaştık ve bundan keyin mesela Uyg'urlar uchun ular hatto o'zlari turishli davlatlarda agar mushta turdagi bir yig'inlar bo'lib qolsa, men bilan aloqa qilishganlik to'g'risida yaxshi bir ijtimoiy munosabat to'g'ri shakllantirdik deb o'ylayman. Undan keyin buningga qatnashish jarayonida endi men u yerga qatnashib men eng avval o'zimdan boshlashim kerak. Özümden yolga chiqib turib, Uyg'urlarning hozirgi ahvolini aniq tushunishli qilib so'zladim. Endi buningki bevosita shaxsdan olgandagi anglag'uvchilarningki qaytirgan inkos yana boshqacha bo'ldi ekan. Undan keyin bizning yig'indan keyin men yana xalqaro shu fanninki qarmog'idagi ayol yozuvchilarning guruhiga kirib, u yerda qisqacha bir doklad sundim. Amaliyot bu yerda 2 doklad sundim. Bu yerda yaxshi inkoslar bo'ldi yig'inning oxirida. Endi mening his qilganim, endi men u yerda
qatnashib bir Uyg'ur bo'lish supatim bilan bir inson bo'lish supatim bilan hozirgi Uyg'urlar duch kelayotgan mush qirg'inchilik, andan keyin turmadagi yozuvchilar, akademiklar haqida ozg'ina ovoz bo'lolganim uchun azroq bo'lsa insoniy vazifamni ado qildim deb o'ylayman. Lekin men hech qachon o'zimni bir yozuvchi bo'lish supatim bilan bu yerga qatnashdim deb qaramayman, chunki men tek bu yo'lda endi izlanayotgan, tirishayotgan bir shaxs. Shu butun yig'in jarayonida o'ylaganim, amaliyotda bizning vatandagi shu baya yuqorida ismi tilga ilib o'tgan shoir, yozuvchilarimiz, akademiklarimiz asli ularning o'rni mushiyati. Asli ular bakrak mushtaq shig'illar qatnashib, mushtaq faoliyatlarda buluşqa ular bakrak haqliqdi. Lekin afsus endi hozirgi biz duch kelayotgan bu insonlikqa qarshi jinoyat sabablik ularga bundoq bir fursat bo'lmadi. Lekin ularning ovozini shu o'zim sharoitimning yer berguncha ularning ovozini yetkazolganligim uchun xeli endi o'zimdan ozgina bo'lsa rozi bo'lib qoldim. Undan keyin yig'in oxirida kashdagi bir kun tartibda biz yana butun shu kunlik faoliyat qatnashganlar 2018 yillik Nobel adabiyot mukofotining mukofotga erishguchi polshalik yozuvchi, shoir Olga xonimninki naq maydon suhbatiga qatnashdik. U yerda nihoyatda yaxshi, bak ilhom beradigan suhbatlar bo'ldi. Hamda tunji qatim hayotimda bir Nobel adabiyot mukofotiga erishgan bir shaxsning suhbatini naq maydonda anglash amaliyot menga bakchiq nurg'un nuqtadan ilhom berdi deb o'ylayman. Qilmoqchi bo'lgan ishlarimizning texnik bakchiqligini chunqur his qilib yetdim. Endi yana birisiga ashada his qilgan narsam qalamning kuchiga sal qaramaslik kerak. Chunki boya azkam deb o'tdi international penninki maqsad muddasini. Biz bugungi davrda albatta qoral kuchi bilan chiqib ma'lum masalalarni darhol hal qilib bo'lmaymiz. Lekin qalamning kuchiga ishonishimiz kerak. Qalamning kuchi bilanmi bugungi shundoq bir vaziyatda Uyg'urlarning ovozini bo'libmi vatandagi shu lagerlarda, turmalardagi shu ovozi dunyoga cheklangan nurg'un kishilarning ovozini yetkazgili bo'ldi, dunyoga anglatgili bo'ldi deb o'yladim. Meni o'ylaganlarim shunchalik. Ko'p rahmat Rabigul. Şükran 3. sualını sizden soray. Siz uzun bo'ldi yaxşan bu board a'zolarning sepidi ba Uyg'ur fanning ishchiligi. Mushkamcha Uyg'urlar bilan munosabatlik masalan Uyg'ur yozuvchilarning huquqlarini qo'g'dash yoki shu Uyg'ur fanning xizmat muddasi ishchiligi Uyg'ur fanning ilib borgan faoliyatlari haqida bizga ozroq to'xtalib berasiz? Qanday faoliyatdan iborat Uyg'ur fan bugungacha Uyg'urlar bilan munosabatlik yoki Uyg'ur adabiyoti yoki Uyg'ur tutqundagi Uyg'ur yozuvchilari to'g'riliq mushaqdagi ma'lumotlarni ozroq biz bilan o'rtoqlasangiz ko'rurmanlarning aqlida nima ish qilgan tashkilot haqida bir fikr hosil bo'lsin deyman-ku. Ovozingiz yetik Alisher. Rahmat. Yana bir qatam assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Durust deysiz, biz shu fan klubda birinchi yillarda bo'lmasam, birinchi 3-4 yildan keyin biz kirganmiz. 14-13 yillardan beri biz shu fan klubda a'zo bo'lib ketibmiz. Mundaq qilib hozir ham ishlarni deyishmaydi, esimga kelmaydi ekan. Jiqishlar etdi. Birinchi shu 2009, 2011, 2014 yillarda yig'inlarni o'tkazdik. Xalqaro yig'inlarni Shvetsiyada, Turkiyada, Vengriyada. Aziz qarindoshimizning bor yig'inlarda. Bir ta'siri bo'ldi deb qaraysiz aka masalan Uyg'urlarning vaqtlarda mutasir edi, vaqtda biz endi yosh endi boshlagan bu ishlarni qadim qarshilarning vaqtida kuchi hozir qaraganda kuchliroq bo'lgancha menimcha biz oxirgi yillar kichkina bo'sha ketdik shu menimcha shu koronavirusdan keyin kichkina bo'sha qoldik.
жығынла, халықаралық жығынла болмай, бір жерге топлашмаған екен, әдемлік ішінен боша қалды екен. Болмаса, мұшы Қайсар білән, Қайсар Хамид акымыз хейлі ішланы қыветті, оныңға көз епшіқі болмайды. Әнде Құдайым бұрса, біз мұшы поэм клубны еңден кішінем қанады реважландырыш жоқ қылмыз меке деп ойлап атмаймын, иншалла. Қазақстанда біздер заңлап хейлі азала ба. Біздің мұштақ актив азаладың бір 11, яна мұндақ кішінен пассив азаладың яны 5 ба. Şimdi 15-16 azala. Biz Bulan ama emesi yaş yazgıçılar bulamdaka. Yazgıcı, jurnalist ve художник, ressam. Ressamçılar. Olan hemsinin isimleri var. Benim de bir yıl bana Aziz kardeşimiz kip gitti. Zanla bilse 16. April'de Muşa жылы saylam öttü. Şu vaxtı şundan keyin biz ең azalanı kirgazdık. Yaşladın. Şairlarını kirgazdık. Çiğnen Allah Kudayım bursa bizim ümitimiz var endi bular. Özünün yaş küçü bile kichkinem ең dolqunlarını eklemdiki bizim merkezge dep oylayapmiz. Onun muş жығындан keyin biz bir işki faaliyet ötkazdık. Muş ең kollektiv bilençi. Мысалы mına жығындан keyin bir aydan keyin, bir yarım aydan keyin biz yuğan bir çoğun bir prezentasiya kıldık. Pen klub namıdın çoğun. Pen klubunun azaları. Kırgızstanda yaşavatkan bir yazıcımız var. Talat Baqi degen. Talat Baqi Мәңгүлік Сада деген bir kitapını yazgan. Aşınға Pen klubunun azaları болып мен біздің нашрияттан деген Вильям Молотов, ашының қышыдегі балла Вильям Молотов біздің ең yaşladың ең күш кірген o şair, Қазақстанда атағылық şair. Азыр o Вильям icra комитетінің раисы болып сайланды. Раис емес, icra комитетінің раисы рас, дұрыс. İspolkomның раисы. Yok, Tinçlik'teki Yazıcılar Komiteti'ndeki müdürü. Müdürü. Muşlar arqılıq Uygur Pen'den mi başka bir yazgıçılar uyuşması var mı ya Kazakistan'daki Қазақстанда yazgıçılarının resmi Қазақстан yala yazıcının içinde Uygur merkezi var. Uygur merkezi. Қазақстан yazgıcı. Uygur Pəutursuz bir faaliyetler bulamdı ortak. Olama oldu. Tek ortak bakmadık, бірақ мұшы ортақтың бірі мұшы презентация болды. Әшеде yazgıçılarını ашу Uygur çoğun атақлық yazgıçılarını çaqadық. O toğruluk film var. Қазақстан Uyghurluq kanal kırsanla bir 20 minutlik film var. Şu prezentasiya toğruluk. Kırmız degenler Қазақстан Uyghurluq kanal kırıp әшеде bir подробно мұшы Uyghur payın қыған мұшы ең раисла başlığın bir işinin nəticesi var. Kösanla. Aşı prezentasiya qıldıq. Ең ballanı taklip qıvatımız, taylavatımız. Hazır yaş kişinin yazdığan ballanı Türkiye'de bir жығынлаға iqtisat tepip əvətdik. Kişinin ögən son başqa yerler turduğan yaşla bile tonuşsun, birleşsin depçe. Ende sayılan toğruldusak 16 April'de Muşu Almutı'da әмінла мәлім болуш керек. Мир нашриятының işxanası da saylam ötті. Saylamda 24 adam қатнашты. Onun içinden Қазақстан'dan 14 adam boptu. Қалғанлары internet arqылы онлайн қосылған. Şu жығында birinci dokladını şu vaxt Rais Qaysar Ozgun qıldı. Ondan keyin baş katip Hamid Hamrayev
ular shu saylamga o'zi vazifada bo'lgan bagan ishlarni va kelajakka munosabatlik jamiyatning maqsadi to'g'rida dedi. Shu yig'inda Qaysar Uzun, Hamid Hamrayev va men shu aziz qarindoshimiz prezidentga loyiq bo'lib ko'rdik. Shu biz sunduq shu taklifni. Shundan keyin ovozda 100% biz ko'rib turibmiz. Balki Qozog'istondagi Uyg'urlar bilan Uyg'ur munosabati xili yaxshi o'rtasidagi Uyg'ur jamoatlar bilan ve asosli shu O'rta Osiyodagi Uyg'ur yozuvchilar o'rtasida ko'p faoliyat olib berildi. Torbatlarda ko'pinchisi bor biz ko'rib turibmiz. Endi Qozog'iston ichida jiq faoliyatlar yozuvchilar aktiv. O'zinglar bizlar vatandan qolsa bizning Qozog'istonda Uyg'urlar g'ich yasaydigan, o'zining tilida so'zlaydigan. Men misol rus maktab bitirdim, shunga mening Uyg'urcham kichikdan ancha emas. Biroq bizning Uyg'ur maktabini bitirgan qizlar, o'g'lonlar Qozog'istonga kelgan qarindoshlar bildi, u nihoyatda chiroyli, nihoyatda yaxshi adabiy Uyg'urcha so'zlaydigan adamlar yashaydi-ku Qozog'istonda. Shunga ularning orasida yozuvchilarmi jiq, shoirlarmi jiq, xeyli bor. Boshqa mamlakatlarga qaraganda shunga faoliyatlar mang'izdi. Bir 2 oyda bir qatim ayada bo'lsa-mi, bir maktabda bo'lsa-mi, bir kitobning prezentatsiyasi, yangi kitobning maktablarda shoirlar bilan uchrashish, shunday bir faoliyatlar mang'izdi. Onunla biz PEN a'zolari aktiv qatnashamiz. Ko'pdan ko'p rahmat Elshirka. Sizga yana sizga qaytib kelaylik savollarni. Endi xil uzun yil bo'libdi bu Uyg'ur fanning qurilganiga menmo hozir Elshirkamdan oldim. Elshirkamning qitilgani 13-14 yil bo'lsa bir qancha yil bo'ldi? 20 yillik bir tashkilot bilan Uyg'ur fanning qurilgani aşağı yuqori. Hem bu 20 yıl jarayonida o'zingiz masalan Uyg'ur fan nomida masalan faoliyatlar bek yaxshi bo'ldi, Uyg'urlar uchun bek yaxshi xizmat qildi bu tashkilot. Deydigan nuqtalaringiz va biz tarafdan bir kamchiliklar uchirdi. Ma'ma nuqtalardan bizni texmo diqqat qilsak yoki o'zgarsak bo'g'dak deb o'zingizga o'zingiz bo'lgan bir tanqidingiz demoqchi ham Uyg'ur fanninki. Hem Uyg'ur fanning o'z-o'zini tasdiqlagan yerlar to'g'risida ozroq so'zlab beramiz. Muhim bir savolni sordingiz. Men shaxsan men o'zim 2010-yili Uyg'ur fanga, ya'ni xalqaro qalamkashlar Uyg'ur markaziga a'zo bo'lib kirgan va shu yili bu tashkilotningki idora hay'at a'zosi bo'lgan, ya'ni board member deymiz. Shundan buyon Uyg'ur xalqaro qalamkashlar Uyg'ur jamiyati yangi bir davrga kirdi. Ya'ni shundan buyon men shu idora jamiyatda ishladim va keyin bosh kotib bo'lib ishladim bir qara. Demak 2010-yildan hozirgacha 15 yil bo'libdi. Bu jarayonda men asos shaxsan o'zim Uyg'ur fanninki shu Uyg'ur fanninki shu qurilishi, ya'ni Uyg'ur fanninki shu torbetning qurilishi, ijtimoiy taratqularning qurilishi bu jihatlarda va shundaqla men asosliqi ya'ni bosh kotib bo'lishning oldida shu turmadagi yozuvchilarning huquqini himoya qilish komitetida komitetda ishladim. Bu komitet ya'ni xalqaro qalamkashlar jamiyatidagi eng muhim komitet. Chunki dunyoda yozuvchilar yozganligi uchun, o'z fikrini erkin bayon qilganligi uchun jazoga uchirmasligi kerak. Bu jumladan Xitoy davlatida Uyg'urlar eng asosli Tibet va boshqa Xitoy yozuvchilari nihoyatda ko'p ziyonkashga uchraydi. Soni nihoyatda ko'p. Bu sohada ko'p xizmatlar ishlandi. Endi umuman aytganda
Men ba'zi tafsilotlarga cho'nqur kirmayman. Chunki mendimi burun Qaysar O'zxon va uningdan burun rahmatli Kurashkusan afandi va keyingi vaqtlarda Hamid Hamroyev bir qancha yil mendan burun 3 yildan ishladi Uyg'ur fanniki raisi bo'lib bu xizmatlarni ishladi. Mening umuman xulosam bu yerda ochiq bir haqiqat borda bizda. İqtisad bo'lsa, pul bo'lsa bu ish mangdi. Pul bo'lmasa bu ish qilib qoldi. Ochiq gap. Bu yerda bir kimni ko'ngli ayashning o'rni yo'q. Masalan, shu yillarda 2010-yillarning boshlarida 2012-13 yillarda Amerikadagi demokratiyani ilgari surish fondi NID 3 yil oda Uyg'ur fanning xizmatlarini qo'llab kelgan. Hali yaxshi mablag'larni bergan. Shu vaqtlarda nurg'un faoliyatlarni qilgan. Masalan, Ural Altay til birligidagi faoliyatlar, Vengriyadagi Budapest faoliyatlar, Turkiyadagi Qirg'iziston nurg'un faoliyatlar bo'lgan. Albatta, unumi bo'ldi, ammo shu berilgan iqtisod nisbatiga aytganda unumini men yetarli bo'ldi deb qaramayman. Chunki bizning eng muhim markazlashtirganimiz vatanimizdagi xalqimiz. Vatanimizdagi yozish huquqi cheklanmaga uchragan va o'zining adabiyotini dunyoga tuntamay tilsiz qolgan vatandagi xalqimiz, shu vatandagi Uyg'ur adabiyoti. Bu sohada tak hozirgacha bu sohada qancha xizmatlar ishlandi mening esimda yo'q. Ammo yaqinqi mezgillarda Uyg'ur adabiyoti haqida albatta nurg'un kitoblar yozildi, Uyg'ur adabiyoti tunishtirildi, jumladan Uyg'ur she'riyati tunishtirildi dunyoga. Bu bizning qildigan bizning qildigan 2 ishimiz, 3 ishimiz var. Eng negizli ishda biri Uyg'ur adabiyotini dunyoga tuntish, shu Uyg'ur adabiyotini saqlab qolgan til, yoziq huquqimizni himoya qilish. Ikkinchisi Uyg'urlarning yozish, fikr erkinligi, buni himoya qilish. Uchinchisi Uyg'ur yozuvchilarining huquqini himoya qilish. Ular yozganligi uchun, ular bir roman yozganligi uchun, bir parcha she'r yozganligi uchun Xitoy hukumati tomonidan jazolanmasligi kerak. Chunki bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın xitobnomasiga va shuningdek barliq xalqaro qonunga, hatto Xitoy Xalq Cumhuriyetining o'zining qonunlariga xilop. Shu bu masalada biz yetarli xizmatlarni qilolmadik deb o'ylayman. Chunki yetarli xizmatlarni qilolmadik deganda buni sabablari bor. Qanchalik qarindoshlarimiz, yana bu yerda bir yani pasport xulosini chiqarmayman, ko'p tirishdik. Ko'p fidokorlik ko'rsatdik. Mayli oldingi raislar bo'lsin, yo boshqa qarindoshlarimiz bo'lsin. Masalan, biz yangi qurilgan vaqtda shu atoqliq yozuvchilarimiz va muajorat yozuvchilarimiz ko'p kishilar bordi. Hurmatli Ahmad Egambar ustoz shu jamiyat ichida bordi, Suyingul Janishev hadimiz bordi. Nima Abdurashid Kerim akamiz, Ahmadjon Osmonlardan tortib bordi. Nurg'un yozuvchilarimiz bordi. Nurg'un yozuvchilarimiz Qozog'istondamiz Rabik akamiz bordi. Shunda jon fidoligida ishlagan, rahmatli tuyab ketdi. Nurg'un peshqadamlarimiz tuyab ketdi. Nurg'unlarimiz bu yer bir yetarsizlik nima deganda, bu tashkilotningki o'rni nima bu xalqaroliq bu. Xalqaro qalamkashlar jamiyatiningki tarkibidagi Uyg'ur markazi. Buni eng avval yozuvchilarimiz albatta talant kerak. Talantdan ko'proq cho'qim tili bilish kerak, dunyoning tilini bilish kerak. Bu o'tgandan nurg'un peshqadamlar o'talmadi, yoki uningki asarlari o'zimizningki kuchiga tayinib, yoki Uyg'ur jamiyatiga taniq kishilar tarafından tarjim qilinmadi. Nurg'un ko'milib yotgan asarlar hozircha tog'dek davlatlik. Qanchalik Uyg'urlar fidokorlik ko'rsatadi. Men misol ama shu Uyg'ur she'riyati o'zinglar bilasizlar. 2000 yillik Uyg'ur she'riyatining antologiyasi. Mush kitobni 3 yil vaqtni sarf qildim. Bu adrak gap emas. Bir kunda 3 kun emas, 3 soat mangma ish qilib birimiz bir insonlar qilmaydi. Bu fidokorlik masalasi. Ammo ijobiy tarafi
ijobiy tarafi. Hech bo'lmasa Qozog'istonda asosimiz sala oldik. Qozog'istondagi yozuvchilarimiz, ko'pincha yozuvchilarimiz, rassomlarimiz, san'atkorlarimiz ishtirok qilib keldi, qo'llab keldi. Bir qancha qatim xalqaro qalamkashlar jamiyatiniki umumiy qurultuyida, ya'ni yillik qurultuyida Uyg'urlar to'g'risida qaror ilindi. Hozirga qadar Nur Muhammad Yasindan boshlab aytsak, Ilhom To'xti, Andan keyin Rahila Davud bu yil Yalqoro'zniki huquqni himoya qilish bo'yicha rasmiy harakat boshladik. Demak, nurg'un harakatlar bo'ldi. Masalan, 2018-yili men Hindistonga borganda, Hindistonning Pune shahrida 89-qurultoyda 12 Uyg'ur yozuvchi haqida qaror ilindi. Bu Pan International, ya'ni xalqaro qalamkashlar jamiyati ilingan qaror Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga bevosita topshirildi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti birlikda ish birligi olib berib ishlaydi va taklifini beradigan bir tashkilot bu. Shunga ko'p tirishdik, natijasi bo'ldi. Ham yetarli emas. Hamda yetarli emas. Hozircha Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Muhim nuqtalarni yoritib berdingiz. Rabigül hamda sizdan so'ray. Siz hamda nima qanday o'ylaysiz masalan, Uyg'ur fan bir xalqaro tashkilotning bir parchasi bo'lish sifati bilan qanday xizmatlarni qilsa Uyg'urlarning hozirgi ahvolida ijobiy bir ishlarni qilgan bo'ldi deb o'ylaysiz? Men endi mush qatimliq yig'indan keyin bu haqda ham xalqaro mush qalamkashlar jamiyati ham Uyg'ur qalamkashlar markazi haqida texnik cho'nqur tushunchaga ega bo'ldim. Mening shu yig'in jarayonida, ya'ni yig'indan ashuni nuqta qilib aytsam, yig'in jarayonida tanishgan bir muncha har qaysi komitetlarning boshlig'i bo'lsin yoki yozuvchilar bo'lsin, ko'pinchasiniki bir o'rtaq alaylığı bor, ya'ni ular yozganlik uchun, fikr qilganlik uchun shu o'zlari turishlik davlatlarda turmalarga kirgan va shu xalqaro qalamkashlar jamiyatininki kuchi birlikda hamkorlik qilib ashlar turishlik davlatlarga besim ishlatish natijasida bularning bir natijasi muddatdan burun qo'yib berilib, andan keyin chet elga chiqib masalan erkinlikka erishdida. Masalan, ashundoq yozuvchilar bilan tanishdim. Ular bilan tanishgan vaqtida men amaliyotda bu ilhom bo'ldi. Endi bu vaziyatni biroz bizning vatanga tatbiq qilsak, bu bizga biroz mumkin bo'lmaydigan ishdek bilinadi. Ammo lekin dunyoda hech qanday mumkin bo'lmaydi deb bir narsani mutlaq aytib bo'lmaydi. Boya deb o'tganimdek qalamning kuchiga sal qarmaslik kerak, fikrning kuchiga sal qarmaslik kerak. Lekin boya azizkamma deb o'tdi. Endi mushundaq bir boshqalar erishgan natijani bizning bo'libmi hozirgi bizning diqqat e'tiborimizni eng markazlashga tegishli vatandagi bo'libmi turmadagi yozuvchilar va tadqiqotchilar, akademik ziyolilar. Bularga qandaq qilganda tez va yaxshi bir ta'sir bo'ldi. Ashlar uchun qandaq unumli foydalanamiz degan vaqtida azizkam degandek endi haqiqatan Uyg'ur qalamkashlar markazi bu jihatda mencha hamda men jamiyatning ichki qurilmasini to'liq tushunmayman, biroq birga odam kuchi bak yetarsiz. Undan keyin yana birisiga bu bir xalqaro o'rin bo'lgandan keyin bu yerda cho'qim eng az xalqaro bir o'rtaq tilni biladigan ko'plagan hem aktiflik bilan, fidokorlik bilan xizmat qila oladigan mushtaq bir qo'shinga ehtiyojliq. Andan keyin biz qo'shin qancha ko'p bo'lgan sari kuchli bo'lganda, andan keyin bizning ham bu xalqaro qalamkashlar jamiyatidagi ovozimiz kuchaydi. Biz andan mushu ovozimiz orqali va kollektivning kuchi orqali oz ko'p bo'lsa-mu, ya'ni Xitoyga masalan besim paydo qila olamiz. Masalan, men bir Sharqiy Janubiy Osiyodan kelgan bir yozuvchi xonim bilan tanishgandim shu yerda. Asli 20 yillik kesilgan. Biroq shu xalqaro qalamkashlar jamiyati shu ayol, shu xonimni qo'yib berish to'g'risida necha yuzlagan, hatto necha minglagan parcha xat avatdi ekan. Albatta, endi bu xatni u hukumatlar u turmadagi odamga topshirib, "Sen bundaq bir xat keldi, xalqaradan seni qo'g'dayotdi" deb, "Sening erkinligingni talab qilyotdi" deb bir ular bir uchur bermaydi. Ammo mushundaq ta'sir kuch davomida
bu xanım 5 yildan keyin qo'yib berilibdi. Şunlaşqa gapni yig'inchoqlab aytganda qilishga tegishli ishlar bakchiq. Albatta hozir rostki haqiqatan hamda mush chet eldagi Uyg'urlar qancha jiq fidokorlik bilan ba'zi vazifalarni aktivlik bilan ustiga olsa, shuncha jiq ishlarni qilg'ili bo'ldi. Bu xizmatlar bir necha odamning ustiga yig'inchoqlab qolmaslik kerak. Masalan, bizning hozir markaziy ishlig'imiz turmadagilarning erkinligi, shundoqla hozir majburiy ma'rifdan siqib chiqarib etilgan. Hatto odatdagi turmushdami ishiltish cheklimga uchrayotgan til yezigimizni saqlab qolish. Biz buning uchun eng avval o'zimizning til yezigida yezishni, fikr qilishni albatta davomlashtiramiz. Buning uchun saqlab qolish uchun xizmatlar qilinyotidi, qilamiz va bundan keyin texnik yaxshi qilishimiz kerak. Onun bilan bir vaqtda shunday qilib fidokorlik xizmatlariga bo'lsa, shunday ko'p tillik fidokor yoshlar bu qo'shinga ko'proq kirsa, andan keyin bizning xalqaro qalamkashlar jamiyatidagi nopusimiz kuchaysa, mencha bu yana oxirgi hisobda vatandagilar uchun bir umid chirig'i bo'ldi deb o'ylayman. Beshinchilik. Ko'p rahmat Robigül, yaxshi fikrlarni berdingiz. Elshirka, yana sizga keldik. Men de o'ylayman aka, masalan Qozog'istonda siz boya dedingiz yozayotgan shu yiziqchilik bilan shug'ullanayotgan asarlarni yozib chiqarayotgan nurg'un yosh Uyg'ur bolalar bor dedingiz-ku Qozog'istonda. Masalan Qirg'izistonda, O'zbekistonda shu xil Uyg'ur yoshlar bo'lishi mumkin, lekin men masalan vatandan chiqqan bir yosh bo'lish bilan O'rta Osiyodagi bu xil yiziqchilik bilan shug'ullangan, Uyg'urcha asar yozgan yoshlar bilan hech qanday uchrashib boqmadim. Lekin biz shu vatandan chiqqan Uyg'ur yoshlar bilan qo'lda qalam tutadigan yosh Uyg'ur yozuvchilar bilan O'rta Osiyodagi Uyg'ur yoshlarni qanday qilsak bir uchrashtirib bu qo'shunni zo'raytqini bo'ldi. Bu to'g'riliq sizning bir o'ylaganlaringiz bormi? Masalan, bu vatandagi masalan yoshlar bilan Qozog'istondagi, Qirg'izistondagi yoshlarni qanday qilsak shu fan club bo'lamdi yoki boshqa bir tashkilot bo'lamdi. Bu jihatlardan ularning iqtidorli yoshlarini bo'pmi o'zaro aloqa o'rnatadigan bir supuga ega qilish imkoniyati bor deb qaramsiz? Yaxshi savol. Rahmat qilsam. Bizning shu hozir Qozog'iston bilan men shu nashriyatchi bo'lgandan biz shu arabika arab grafik yozgan Uyg'urlar bilan va latin yozgan Uyg'urlar bilan munosabat bog'laymiz-ku. Jeqi meda Kirillda yozdi, Kirillda o'qidi, Kirill yozg'idi-ku. Shuning uchun bizning Uyg'urlarning shu bir oxirgi 50 yilning ichida shu cho'ng bir problem bo'lib qoldi. Bu yerda plyuslarim bor, minuslarim bor-ku. Yaxshi taraflarim bor, shu qiyin taraflarim bor. Masalan, shu Qozog'iston, Qirg'izistonda yashayotgan, O'zbekistonda yashayotgan Uyg'urlar Kirill harfini qo'llanadi-ku. Shuning uchun bu yerda bir o'zimizga bir Qozog'istonga, Qirg'izistonga, O'rta Osiyoga loyiq bir dengiz bor. Dengiz deganda shu shoirlarning she'rlari, yozuvchilarning romanlari, Uyg'ur tilining darslikliklari, cho'ng bir olimlar bor, professorlar. Biroq bular shu vatandan Turkiyada, vatan chiqib Turkiyada, Yevropada yashayotganlar bilan ancha munosabat yo'q-ku. Bir-birini tanmaydi. Misol, olimlar bir-birini tanısimi bir ikkisi. Biroq ma shoir mundaqqa bu faqatla biz yosh shoirlarni Qozog'istondagilar tanıymiz-ku. Misol, William bo'lsin, Molchan bo'lsin shoirlardan. Yosh shoirlardan yaxshilari chiqyapti-ku. Даже cho'ng shoirlar, cho'ng yashnab qolgan shoirlar bo'lsa-mu, misol 50dan 60ga kelgan shoirlar. Ularni vatandagilar va Turkiyada va Yevropada yashayotganlar jiq olmaydi. Nimishga bir-birining asarini o'qimaydi. Bizda arab grafikni bilganlar az. Yoshlar faqat o'qimaydi uni. Kirill harfini oyoqda bilganlar yo'q.
Şoňaşka bu işki deňiz, aýdyky bir adabiy deňiz, mädiki bir deňizler bir-birisi bilen alakasy Uçraşmaydı o da. biz okşaş naşriyat muşu Türkiýede Abdüjil Turan'ınki ba, al Kazakstan'da meninki ba. Muştak tercüm kılmız bir-birimizniki şu. Bir-birine kaysı yaxşı kitaplar çıkmadı dep. Men bu Kiril awdurma biz onlara Arap grafik awdurup bermiz bizning yazıçılarning şu. Tarihi romanlarni bolsunmu, ya tarihi kitaplar bolsunmu, yaş şairlarning nimisini. Onun için şu menimçe bularni çokum bir-birisi bilen zich aralaştırış gerek. Elbette. Bu fakatla şu jığında kıla alayımız da. Bu iktisadga bağlılık bırak. Muştak bir hazır menimçe Türkiye'deki Uygur Akademiya kirişlan kıvatıdı. Ular muştak yaşlarını jığıp, bir yadın iktisadlarını tepip, ular ders berip, her bir memleketin 4-5 yaşlarını jığıp, 18-25 yaşgacha. Aşlar jığın kılıp derslerini ötküzüvatıdı çok. Ulan maksidi bular tonuşturmakçı. Tonuşturup, birbirini tonuşup, çoğun boğanda bulamamışıp, Uygur probleması kötürdiğen, mangızlıgan bir adamla bokalamdı ki dep ümit kıvatkan okşaydı aklarımız, ustadlarımız. Muştak jığınla bizge kerek. Biz bu Kazakistan'a jığamayız dep oylayman, bırak Türkiye'de muştak bir Avrupalarga jığın kısak, yaşlarını evetsek, bir tonuştursak, Elbette. Şu vaqtda boldu da bu bağılmış. Elbette bunu degan so'zaka bizning tor orqali qilsaqim bo'ldi biz dialog kanalida har vaqt shu yoshlarni Hazır tor orqali bo'lyapti, biroq bu munda kuchlik emas-da. Albatta. Unda kuchli bo'lmaydi, lekin yo'qdan yaxshi deyman-ku, bu degan so'zda. Ya bir masalani deb beraman, biz misol plan orqali Shvetsiyada bo'lgan 2017-yılı. Qozog'iston bir 15 adam bordikmi, 10-12 adam bordikmi shunday. Shvetsiyada. Biz bilan yosh shoirlar bo'lgancha, Shoiram Baratov, Molchan ve William Motovlar. Şu vaqtda Shvetsiyadagi jamoat bizni kutib olgandikin hech kim to'lmaydi-chu. Faqatla mush Hamid Hamrayevdan boshqa hech kim to'lmaydi. Andikin bu yoshlar bular bir kishidan dasturxon yeydi. Yoshlar o'zining she'rini o'qigandan keyin Uyg'urcha. Bular kitoblarni o'qimaydi-ku. Biroq yoshlar turib o'zining she'rlarini o'qibadi. Uyg'urlar to'g'riliq, tarix to'g'riliq, muhabbat to'g'riliq deganda. Shu vaqtda bular ko'zga yosh ilinib aşı jamoat. Qozog'istonda bizning Uyg'ur tilimiz, Uyg'ur yoshlarimiz, Uyg'ur shoirlarimiz bor deb, yan birdan bularni qo'pib, yan birini tonishtirib, yan bir quchoqlab 2 soat o'tirgan odamlar andikin bularni yan bir tonishimiz deb qo'pib, yan bir tonishdi-chu. Mana biz birimizni mana bilmaganning nimasi-chu. Bas, albatta. Bir-birimizning she'rlarimizni, romanlarimizni, maqollarimizni o'qamagan problemlarimiz. Shuning uchun hozircha biz o'ttira bir latin harfiga kelsakmi bo'ladi deb o'ylayman, shu hammamiz. Albatta. Bu yilqi yoshlarni uchrashtirsak, keyin yilqi bu hozircha uchrashtirsak, milliy ruhning kuchayishiga, ham Uyg'ur yoshlarning tashkillanishiga nurg'un jihatlardan foydali bir. Menimcha shu bizning pen klubning bir temasi, ishlaydigan направленияsi shu bo'lishi kerak-da. Yoshlarni va boshqa yozuvchilarni bir-birisiga uchrashtirib, bir-birisining nimasini tonishtirib-chu, romanlarini, she'rlarini tonishtirib. Ko'p rahmat Ashirka, yaxshi fikrlarni berdingiz. Vaqtimizmi az qoldi. Eng oxirida men o'zim qiziqqan bir masalani Azizkan bilan bir paranglasak, bir savol, eng oxirgi bir savol. Bayamo Azizka siz deb o'tdingiz, masalan, Ashirkanmi deb o'tdim. Asosli Uyg'urlarning shu til, yeziq yoki asarlarini tarjima qilish bo'lamdi, dunyoga to'ntish bo'lamdi yoki yanada yetilayotgan yosh Uyg'ur yozuvchilarningki yoki san'atkorlarning asarlarini e'lon qilish, tarjima qilish xizmatlarida asosli shu iqtisodiy jihatdan zo'r kamchilik bor deb nim qildik. Endi lekin biz Uyg'ur jamiyatida qarasak, to'rlarda nurg'un masalanga pul ketadigan, masalan, Uyg'urlarning ichida
Mesela nurgun dini imaretlerini silindi, pullarını yığış kılınıp, hatta hacı gapırdıgan Uygurlarning hacı gapırdıgan to'g'riliq tunugim o'lishgan ben bir ilan ko'rdim. Bu xil diniy narsaga yoki ba'zi bir hech qanday oqmaydigan bir xil narsaga pul xarjlash bizda bek jiq, lekin masalan Bishkekgacha bu Uyg'urlarning orasida bir Uyg'urlarning madaniyat san'atini ilgari suradigan bir fondi jamiyatning borligini yoki Uyg'urlarning til nashriyat to'g'riliq bir fondi jamiyatning borligini men anglab boqmadim. Agar mushta bir jamiyatning qurilish ehtimoli sizcha Uyg'urlarning ichida qanchalik deb o'ylaysiz? Qurilsa qanday meselelerni hal qilgan bo'ldi Uyg'urlarning ichida. Bo'p hozirgidek madaniyatimiz, adabiyotimiz Xitoy tarafidan yo'q bo'lishi girdobı bo'lib kelayotgan mushunday xalqliq paytda Uyg'urlarning adabiyot san'atini qo'g'dash uchun xalqimiz nima ishlarni qila oladi? Bu to'g'riliq ozroq so'zlab beramiz. Bu yerda masala hozirgi realligimiz. Vatanda bunda faoliyatlar nihoyatda jonliq rivojlantirilgan. Uyg'urlarning boylari, iqtisodiyoti yuksalganlari, Uyg'urning madaniyati, nashriyotchiligi, adabiyot san'atiga nihoyat ko'p mablag'dan solgan. Endi 2017-yildan keyin Xitoy Uyg'urlar qarta sistemliq Uyg'ur madaniyatini, kimligini yo'qotish, e'tiqodini yo'qotish bo'yicha, Uyg'urga tabi hamma narsani yo'qotish bo'yicha bu irqiy qirg'in olib borgandan keyin ahvolimiz o'zgardi. Uyg'urning dardi ko'p, Uyg'urning dardi yomon ko'p. Yomon ko'p. Har sohala kriz ichida Uyg'urlarning. Ammo buni qanday qaysisi eng muhim? Buni tushunish masalasi. Men ko'p o'ylayman bu vaqtda. Yaxshi bir savolni so'radingiz. Ko'p o'ylayman bu vaqtda. Bu yerda xalqimizning umumiy safasi, ya'ni hozirgi zamon ma'rif safasi tuvan. Bu eng negizlik ajallik masala bo'lyapti. Nima uchun Qozog'istonda, Olmaotada shuncha ko'p yozuv shoirlarimiz ko'p, ilm-fan xodimlari naqadar ko'p. Vatan bilan umumiy ya'ni Qozog'iston misol qilsak, Sovet Qozog'istoni emaslar. Ma'rif bir millatning hammasi belgilaydigan narsa. Ma'rif ya'ni insonning yoki bir millatning yo bir jamiyatning xalqlarining qanday yashashini belgilaydigan narsa. Agar muajirat xalqimiz, muajirat oz emas bizmi? Hech bo'lmaganda muajiratda 50 mingdan 70-80 ming qadar bo'lishimiz mumkin. Evet. Uningdan ko'p, 100 mingdan eshishi mumkin sonimiz. Bu yerda nihoyat afsuslanarli shu Uyg'urlarning madaniyat san'at sohasini himoya qiladigan, buni iqtisodiyotni qo'llaydigan mustaqil bir Uyg'ur tashkilotlari, Uyg'ur jamiyatlari fondlari qurilmadi. Men angladim to'g'ri. Bu yerda qurilibdi, masalan, G'o'ji Mashripov fondi demdi, yana Vatan qutulish fondi, bir qancha fondlar qurilibdi. Albatta bu fondlarning hammasining o'ziniki eng oldin qiladigan ya'ni jiddiy ishlari bor. Chunki shu jamiyatni tashkil qilgan kishilarningki Uyg'urlar nimaga muhtoj, eng avval qaysini qilish, buni yana oldida epmenish. Lekin siz degandek nimalar fondi jamiyatlar jiqqa, lekin nuqtaliqmish Uyg'urlarning adabiyotini ilgari suradigan fan madaniyatini, masalan Uyg'ur adabiyot san'atini ilgari surish fondi deb maxsus shunday qilib pul ajratadigan, pul yig'ilgan bir fondi jamiyat qurilib boqqanini men hech anglab boqmadim masalan. Men anglamadim. Qurilmadi. Qurilishni orzu qilamiz, qurilibmi qola. Shu jamiyat iqtisodi bog'lar, taraqqiy ya'ni iqtisodiyotdan yuksalganlar albatta buni o'ylash kerak. Uyg'urlarda muajiratda mushta bir fondni qurish nihoyatda jiddiy. Bizniki bir masala bu yerda shuni tonish masalasi. Ya'ni Uyg'urlarningki mayli vatanda bo'lsin, muajiratda bo'lsin, bizniki shu o'zimizning til, yoziqimiz, adabiyotimiz va madaniyatimizni saqlab qolamiz, boshqa narsa, hech narsa bizni saqlab qolmaydi. Albatta, u mustaqil bo'lish, siyosiy da'voyimiz, bu bizniki realligimiz, uning uchun harakat qilamiz va g'oyamiz. Ammo hozir bugun
Biz nima ish qilamiz? Masala ma'lum. Biz o'zimizni qandaq shu Rabigulga, Turkiyadagi bir qancha qarindoshlarimiz shundoq oprin deyman. Bu shu bir qancha singillarimiz kechini kunduzi demay shundoq ko'p ishlayotidi, bolalarga ona tilini o'rgatyotidi. Bu fidokorlik hamma narsa bu Uyg'ur uchun xizmat qilishning oldingi sharti fidokorlik. Fidokorlik, tonish masalasi. Ama yan bir narsa sizning misol shaklida ifodaladingiz. Men qarshi emas har qanday bir diniy ibodat. Chunki qalamning xalqaro qalamchilar jamiyatining prinsipi shu. Har qanday odamning fikri erkinligi, e'tiqod erkinligi himoya qilinadi. Ularni qanday tanlash o'ziniki ixtiyoridagi ish. Hajiga boramdi. Men bu qarshi emas. Hajiga boramdi o'zining ishi. Ama bu yerdagi masala men deyotgan narsa tonish masalasi. Bu bir millat krizisga yo'qolish kirdi yuzlanayotgan vaqtda, irqiy qinchiq yuzlanayotgan vaqtda bu millatning shu kishilar shu puldan xarjlashdan ilgari turibdi. Men mush qavmdan, mush millatdan men Uyg'ur va millatimga qanday ishni men amal qilishim kerak. Bir qar ko'zni tarbiyalashim kerak. Uning bir Uyg'ur tilini o'rganishim kerak. Istanbul tug'ilgan yoki Germaniya tug'ilgan yo Amerikada. Bir kitobda Uyg'urcha nashr qilishim bu narsa tushunish masalasi dedim-ku. Shunga men bu ma'rifni dastlabda bu sözümün aldığı eğitim sebebi şu. Ma'rif, millet özünü tanış meselesi. Eğer biz kaçan özümüzün mevcutluğunu, özümüzün kaçan aldığı koyalga vakti hemen ise milli mevcutluk en aldığı mağdur kiyinki itiqat ve başka narsa kiyinki ikinci katlam koyup kalırdı. Benim düşüncem bu. To'g'ri deysiz ayliq meningmi masalan bir odam hajiga borsa yoki bir yerga borsa Qur'on kursasi ular o'zining ishi lekin men Uyg'ur jamiyatining ichidagi mentalitadagi masalani demoqchi qimmat qarashdagi masala xudolik millat uchun bir yaxshi bir ish qilishni shu Uyg'urlarning hajiga berishi yoki diniy ibodat qilish bilan bog'lab tushunishi men uchun toza bir ijobiy bir narsa deb qaramayman chunki hozirgidek yo'qolib ketayotgan bir sharoit ostida. Aslida bir savol chiqdi. Savolning sizdan javobini olay. Uyg'ur yozuvchilar jamiyati bilan munosabatinglar qanday Uyg'ur fanninki deb bir savol chiqdi. Birlikda o'rtaq bir ishlarni qilish imkoniyatinglar bormi deb men kichik bir savol qo'shib qo'yay. Andan keyin programmani taqayli. Albatta, men shu u tashkilotning ismi Dunyo Uyg'ur Yozuvchilar Jamiyati. Hozir Ahmadjon Osmon mas'ul ishlayotidi. Men yaxshi tanishimiz, ko'pincha mening sabdishim, qalamdishim, do'stlarim. Biz ko'p so'zlashgan. Alshirninki boshqa Alshirning xabari bor bu ishlarda. Ko'p bir ekilayli kuchimizni birlashib borayli degan. Ammo bu shart emas ekan, keyin tushundim. Chunki har birisiniki o'ziga tushliq funksiyasi, roli bor. Ikki jamiyatniki. Bu jamiyat Xalqaro qalamkashlar Uyg'ur jamiyati Xalqaro qalamkashlar jamiyatining tarkibidagi Uyg'urlar vakolat qilgan tashkilot. Dunyo Uyg'ur yozuvchilar jamiyati o'z faoliyatini olib berayotgan mujohidga Uyg'ur yozuvchilarning tashkiloti. Albatta, kim biladi, balkim qisqa vaqt ichida bir ish berishimiz mumkin, ammo hozirgacha hamkorlashib ishlab bir-birimizni qo'llab kelyapmiz va bundan keyin shunday bo'lishini orzu qilamiz. Men shu fursatda siz vaqtni eskartib qo'ydingiz. Men bir shu xalqaro qalamkashlar Uyg'ur jamiyati xalqaro qalamkashlar jamiyati Uyg'ur markazi haqida bir kichkina bir meniki taklifim bor. Shu dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarniki adabiyotini qo'g'dash, san'atini qo'g'dash, yozish fikri erkinligi, Uyg'ur adabiyotini dunyoga tanitish va turmada qiynalmayotgan 500 dan ortiq Uyg'ur yozuvchilarning huquqini himoya qilish. Bu jihatda men fidokorlik ko'rsatalayman degan qarindoshlarimiz bo'lsa, siz ingliz tilini yaxshi bilsangiz, til bilish shart hamda. Ingliz tilini yaxshi bilsangiz, mush ishlarga volunteer, ya'ni xolis ishlayman desangiz, albatta biz sizni olqishlab qarshi olamiz. Bir kishilik vazifamni vaqtim bor. Hech bo'lmaganda haftada bir soat ishlab beray desangiz, qarshi olamiz. Bizning qilgan nurg'un ishlarimiz bor. Men sanab tutib bo'lmayman. Shunga har qanday bir yoshlarimizni shu bizning sipimizga qo'shilishni qarshi olamiz. Yana bir narsa so'zimning oxirida takrorlaydiganim, bizniki shu yaqinda qurilgan yosh yozuvchilar komiteti
yangi bir komitet qurildi. Yoshlarımızning albatta mush komitetga kirishini, xalqaro qalamkashlar Uyg'ur markaziga qo'shilishini va mush yosh yozuvchilar komiteti birlikda ish olib berishni orzu qilaman. Va shundaqla bizniki har bir komitet va dastlab deb aytdim. Bu yerda bizniki boshqa nima ma'lumotlarni shu Uyg'ur markaziniki Uyg'ur fanniki tor betini ko'rib tushasanglar bo'ladi va shundaqla xalqaro qalamkashlar jamiyatniki tor betini tafsili tushuntirilgan. Har qanday bir qarindoshlarimizni, har qanday bir yozuvchilarimizni shu tashkilotimizga qatnashishini, bizlar birlikda ishishni va bizning sipimizni kuchaytirishni, buning uchun bir kishilik vazifasini ado qilishni orzu qilaman. Köpten köp rahmet Azizka. Endi Rabiga sizden iki kız söz kılıp programını takip etsanız sizden hoş olmaz ahırda. Merhamet. Ang avval Abay Elşir Efendi deb o'tgandek, masalan Qozog'iston Turkiya, O'rta Osiyodagi Turkiya Cumhuriyetlaridagi yozuvchi shoirlar bilan vatandan chiqib, chet ellarda yashayotgan yozuvchilarningki, qalamkashlarning orasida bir dengiz bor dedi. Albatta bu dengiz oshqil bo'lmaydigan dengiz emas, chunki bizning bir o'rtaq alayligimiz, biz bir o'rtaq til bor. Hamda bu yeziqning farqli bo'lishi bizning bu maslimizning bak cho'ng ekanligini bildirmaydi. Men shuni demoqchi, agar kelgusida mushtaq fursatlar bo'lsa, albatta bo'libmi yoshlarni ko'proq uchrashtirsak yaxshi deb o'ylayman. Ondan keyin baya shundaq muhim so'zlar bo'linib o'tdi. Masalan, bizning bu hozirgi chet ellarda bo'libmi bizning madaniyat san'atimizga, adabiyotimizga qanchalik ahamiyat berilyapti degan temada mening qarashimcha, shaxsiy qarashimda albatta bo'lyapti. Biz masalan hozir vatanda ma'rifdan tilimiz tamoman cheklandi. Biz ozg'ina kuchimiz bilan chet elda buni davomlashtirishga tirishyapmiz, lekin chet eldagi bu Uyg'ur diasporasidagi Uyg'urlarning soniga nisbatan aytganda hozir qilinayotgan xizmatlar undaq biz faxrlanib maydimizni urib so'zigidek natijalar emas. Ondan keyin mening ko'nglimni bak yerim qildigani bu til, men bu tilninki oliy maktabning munbarlariga yarashadiganligining isboti. Men oliy maktabda Uyg'ur til adabiyot kasbida o'qigan. Mushuna bir tilning bir kechida butunlay hamma narsani yo'q qilib etilishi, vatandagi butun Uyg'ur tilida yozqida yozilgan bütün əsərlərninki, ilmi əsərlər, ədəbi əsərlər tamamen o'ttirlikdan yo'qolib ketishi, bu bizilki əməliyyatı bunun biz xətrini, bunun bizga olib keladigan bu qo'rqinchli ziyni biz to'liq mo'ljalab bilolmayapmiz. Shuning masalan men shaxsan bir misol aytsam, men o'qigan Markaziy Millatlar Universitetiniki kutubxonasida 1949dan keyin chiqqan bütün Uyg'urcha asarlar ve Qozog'cha asarlarniki bir kechada yo'tkab ketilib yo'q qilayotganligini bilaman. Uni ulu emas. Masalan, Beijingdagi davlatli kutubxonada, shundaqla Beijingdagi millatlar kutubxonasidagi bütün Uyg'urcha Qozog'cha asarlar yo'q. Endi biz hozir chet elda ozg'ina to'rbatlarimiz bor, nashriyatchiliklarimiz bor. Buning bilan biz bu bo'libmi shu yaqinqi 70 yil jarayonida Uyg'ur adabiyotida, Uyg'ur til yezigida maydonga kelgan bu asarlarning o'rnini biz bunda bularni yo'qolib ketish hamda pek cho'ng yo'qotish, biz bularni bu ozg'ina emgaklarimiz bilan to'ldirib bo'lmaymiz. Albatta qilimiz, davomlashtira olguncha qilimiz. Biroq chet eldan boya askam deb aytdi, Uyg'urning dardi bakchiq deb. Haqiqatan dardi bakchiq. Lekin bizning hozirgi milliy bizning mavjudligimizning tub negizlik asosining til yeziq ekanligini har bir Uyg'ur chuqum qalisiga mustahkam o'rnatish kerak. Men bu masalada hech qanday odam bilan tanlash tatish qilmayman. Mening fikrim mushu, men mushuningda chiqib turman. Shunlashqa bo'lsa mushu masalaga nisbatan boshqa narsalarga sezgurlik bilan muomala qilgandek, mushlarga nisbatan silinadigan mablag'ni, mushlarga nisbatan beriladigan diqqat e'tiborni jiqroq ko'paysak, o'rnini to'ldira olmaymiz, lekin mavjudligimizning davomini balkim biroz uzaytirib olishimiz mumkin. Kechiringlar, Uyg'ur tili va adabiyoti so'z bo'lganda men pek o'zim tuta olmay qoldim, chunki mening xuddi bir dardim yetmagandek ba'zi vaqtlarda mush tilning madaniyatning hozirgi ahvolini o'ylagan vaqtimda rost mening ko'zimga yosh kelib ba'zi yig'lab ketaman. Boya deb o'tdim.
bu ilki bundaq bir biz xar ko'radigan yoki bo'lmasa boshqalar buni ilki ibtidoiy deb töven ko'rib bundaq o'tirliqdan yo'qitadigan bir til emas. Bu degan ta 7 asrdan boshlab bir izchil davomlashib kelayotgan bir yeziq tarixi bor. Necha ming yillik jarayonlarni boshdan o'tkazgan bir til yeziq madaniyati biznikisi. Buni unda oson o'tirliqdan yo'q qilsak bo'lmaydi. Buning uchun qilishimiz kerak qilgan bakchiq ishlar bor. Anadan keyin yana bir narsa shu masalan Nobel adabiyot mukofoti egasi Olga xonimning bir gapi menga bak ta'sir qildi. Biz yoza olganligimiz uchun baxtlik deb. Haqiqatan yoza oladiganlar bak baxtlik. Mayli ular qaysi yoziqda yozsin, qaysi tilda yoza olsin. Shunlashqa müştiyatlarda ko'proq xizmatlarni qilsak deb o'ylayman. Sal hayajonlanib qoldim. Uzr so'rayman. Rahmat. To'g'ri tushunamiz. Biz sizning Rahmat. qo'shilimiz. Ko'p rahmat Rabigul. Zika sizga rahmat. Elshika sizga rahmat. Emsi programmaning vaqtimi xili planlagan vaqtimizdan 10 minut, 15 minut ishib ketibdi. Programni emsi müşahede taqayli buguncha keyingi vaqtlarda 2-chi, 3-chi programlarda yana sizlarni mehmon qilishni qizg'in qarshi olamiz. Ko'pdan ko'p rahmat. 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 Sizlarga